musulmon odamga, mo'min odamga yetishi mumkin bo'lgan juda ham bir xatarli kasallik bor. Bu kasallik haqida har bitta mo'min xabardor bo'lishligi shart. Bu kasallikning nomi nifoq, munofiqlik. Bu kasaldan hech qaysi mo'min xotirjam bo'lishi mumkin emas. Chunki tirikligida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tillaridan eshitgan Umar ibn Xattob o'zini jannati ekanligini, tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin Huzayfa roziyallohu anhudan so'radi. Huzayfa roziyallohu anhuga Rasululloh Madinadagi munofiqlarni nomma-nom aytib tanishtirgandilar. Shularni qarab yur deb buyurgandilar. Mana endi Umar ibn Xattob